Har kuni chayning soda surtsangiz, jinsiy holatingiz katta bo'ladi. Ushbu gel orqali jinsiy holatingizni bir hafta ichida 2 santimetrgacha katta qilishingiz mumkin. Yaxshi. Voy eshak. Sizni bodringiz kichkina bo'lsa, eshak emas, tibbiyot uni hal qiladi. To'g'ri, hozir ko'pchilik erkaklar mana bunaqa bodringdan uyalishyapti-da, mana bunaqa bodring bo'lishini xohlayapti. Agar siz shunaqa bodringni mana bunaqa katta bodringga aylantirmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda fikrlashingizni o'zgartirishingiz zarur. Siz foydalanayotgan har xil usullar tibbiyotda tan olinmagan. Yaxshisi o'zingizni ham, bodringizni ham qiynamangda, qabulimizga keling. Hozirgi zamonaviy tibbiyotda jinsiy a'zoni kattalashtirish uchun bir necha xil usullar mavjud. Bittasi bu operatsiya yo'li bilan jinsiy a'zoni kattalashtirish. Bu qachon qilinadi? Bu albatta kichkina jinsiy a'zo bo'lsa, ya'ni mikropenis holati bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan ham kishida shu jinsiy a'zosidan uyalish holatlari yuzaga kelsa, demak operatsiya yo'li bilan buni bartaraf qilish mumkin. Yana bir juda ham oson, zamonaviy va samaradorligi baland bo'lgan usul bu filling muolajasi. Ya'ni bu haqida oldin ham ko'p gapirganman. Maxsus polimolochnaya kislotadan iborat bo'lgan fillerlar yordamida jinsiy a'zoni kattalashtirish mumkin. Bunda ham albatta ko'rsatmalar bo'lsagina kattalashtirish tavsiya etiladi. Qolgan paytlarda albatta fikrlashni o'stirish kerak. Ushbu videoni bodringidan ko'ngli to'lmasdan eshak qidirib qolganlarga yuborib qo'yinglar.